Tushda yugura olmaslikni ko'rishning ta'birlari. Hayotda oldinga siltishda qiyinchiliklar. Siz qandaydir muhim maqsadga erishmoqchisiz, lekin ichki yoki tashqi to'siqlar sizni to'xtatyapti. Bu tush ongingizdagi stress yoki bosimni aks ettiradi. O'zingizni ojiz yoki nazoratdan chiqqandek his qilish. Hayotda o'zgarishlarni xohlaysiz, lekin bu o'zgarishlarni amalga oshirishga kuch topolmayapsiz. Ba'zan bu tush mustaqil qaror qabul qilishda qiynalayotganingizni anglatadi. Qochib ketish istagi, ammo iloji yo'qligi. Tushingizda siz yugurmoqchisiz, lekin yugura olmaysiz. Bu ko'pincha siz hayotda qandaydir noqulay vaziyatdan qochmoqchisiz, lekin qochish yo'lini topa olmayapsiz deganidir. Psixologik holat. Bu tush ko'pincha stress, xavotir, charchoq yoki turg'unlik holatlarida paydo bo'ladi. Ongingiz sizga harakat qilish kerak, lekin nimadir seni ushlab turibdi deb signal beryapti. Yaxshi tomoni, bu tush chaqiriqdir. Sizga ichki kuchingizni, motivatsiyangizni qayta tiklash, qo'rquvlarni yengish yoki tashqi bosimlardan xalos bo'lish kerakligini bildiradi. Uyg'onganingizda o'zingizga savol bering: qayerga yetmoqchiman? Nimaga menga to'siq bo'lyapti? Kimdan yordam so'rashim mumkin? Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.